Assalomu alaykum. 5-bob 2-matnimiz Al-mudunul kabiratu va davru teknologiya fi halli mashakiliha. Ya'ni katta davlatlar va muammolarni hal qilishlikda texnologiyaning o'rni haqida bo'lar ekan. 10-darslik. معظم سكان الأرض يتجهون اليوم للعيش في المدن الكبيرة بشكل كبير. Yer yuzi aholisining ko'plab aholilari bugungi kunda katta shaharlarda yashashlikka yuzlanyaptilar, ko'chib kelyaptilar. Haythu تزداد الهجرة من الريف إلى المدن بسبب توافر فرص العمل بشكل أكبر وانتشار المدارس والجامعات وتوافر الخدمات على نحو أفضل من الريف. Shuning orqasidan qishloqdan shaharga bo'lgan ko'chish ziyodalashyapti. Hijrat degani asli ko'chish ma'nosida ishlaydi. Immigratsiya desa ham bo'laveradi buni. Nima sababdan desa, shu shahardagi katta miqdordagi ish imkoniyatlarining mavjudligi, maktab va universitetlarning yoyilganligi va har sohada qishloqdan ko'ra afzalroq maishiy xizmatlarning mavjudligi sababidan. اكتظاظ السكان في المدن الكبيرة له مشكلات وتحديات كبيرة تواجهه القائمين على إدارة تلك المدن. Yani katta shahar aholilarining zichlashuvi, uning muammolari va katta qiyinchiliklari borki, ana shu shaharlarni idora qiladigan tashkilotlar ushbu qiyinchiliklarni boshdan o'tkazishyapti. وتلك المشكلات bu muammolar تزداد في الدول النامية أكثر من الدول المتقدمة. Ya'ni namiya degan o'sayotgan degani, mutaqaddima rivojlanib bo'lgan va bu muammolar rivojlanib bo'lgan davlatlardan ko'ra endi rivojlanayotgan davlatlarda ko'proq bo'ladi. فالاكتظاظ الكثيف وزيادة عدد وسائل النقل. Iktizaz zichlashish, kasif ham shunaqa ma'nosida. Ya'ni aholining ko'payib ketishligi va transport vositalarining ko'payishi kulluha asbabun tu'athiru fi talawusil hava. Bularning barchasi havoning ifloslanishiga ta'sir ko'rsatadi. Allazi yusabbibu amradan mutaaddidatan. Va ana shu havoning ifloslanishi esa bir necha kasalliklarga sabab bo'ladi. في حين أن حل مشكلات المدن الكبيرة ليس أمرا سهلا أو بسيطا. وشو paytda katta shaharlarning muammolarini yechishlik oson va oddiy ish emas. إلا أن التكنولوجيا توفر مجموعة من الطرق الجديدة لمعالجة بعض هذه المشكلات. Faqatgina texnologiyalar ushbu muammolarning ba'zilarini yechishlikda yaxshi yechimlarni taqdim qila oladi. ومن المجلات التي يمكن أن تقدم التكنولوجيا بعد الحلول لها. Va texnologiya taqdim qilishligi mumkin bo'lgan ba'zi yechimli sohalar nima desa, at-ta'lim birinchi o'rinda. تتيح التكنولوجيا خدمة التعليم عن بعد عبر تطبيقات الفيديو. Qanday qilib desa, texnologiyalar uzoqdan turib video orqali, ya'ni onlayn orqali uzoqdan ta'lim berish imkoniyatini taqdim qiladi va siz u biz hozirgi darsligimiz ham aynan texnologiya orqali bo'lyapti. Mimma yaksiru judran as-saff at-taqlidi. U nimani olib keladi desa, urf-odatlarga doir bo'lgan, qadimdan qolgan sinf eshiklarini buzib tashlaydi. Bu nima ma'nosida desa, oldin misol uchun har bitta o'quvchi maktabga, madrasaga yoki universitetga borishligi majbur bo'lgan, sinf xonasida o'tirish kerak bo'lgan. Mana endi hozirgi kunda ayniqsa 2020-yildan keyin koronavirus sabab onlayn ta'lim dunyo bo'ylab juda ham rivojlanib ketdi. Va shu o'rinda arab tilini uyda o'tirib yoki ishxonasida turib o'rganayotgan va boshqa tillarni ham o'rganayotganlar kundan kunga ko'payib boryapti va bu qisman o'zini oqladi desa ham bo'ladi. الأمر الذي يساهم بتقليل الهجرة نحو المدينة لأجل طلب العلم. Va bu narsa, ya'ni onlayn orqali ta'limni o'rganishlik shu narsaga olib keldiki, faqatgina ilm talabida shaharga ko'chib borishlik foizini pasaytirdi.
وفي الوقت نفسه يرفع المستوى الثقافي للمجتمع في الريف. Va shu bilan birgalikda, ana shu vaqtning o'zida qishloqdagi jamiyatning madaniyatini ham ko'tarilishligiga olib keldi. Ya'ni kimdadir imkoniyat bo'ladi, qishloqdan kelgani uzoq qishloqlar haqida gap ketyapti bu yerda, kimdadir imkoniyat bo'lmaydi. Kerak bo'lsa bitta yo'l kirasi 70 ming, 80 minglik joylar bor. U bir oyda 12 ta darsga keladigan pulga uyda o'tirib boshqa ukasiga yoki qarindoshiga ham o'sha pulni to'lab o'qiy olishi mumkin. Bu o'zimning fikrim. Xo'p, ikkinchi muammo nima desa, al-faqr, kambag'allik. Yuwaffirul internet al-mazid min furasil amal. Ya'ni internet qo'shimcha ish imkoniyatlarini taqdim qiladiki, shu orqali faqr, kambag'allik kamayadi. Va yasmahu lit-tujjar bil wusul ila al-mazid min al-aswaq. Va savdogarlarga bozordan ham ko'proq xaridorlarga yetib borish imkoniyatini taqdim etadi. Kama yushimu fi fathi abwab at-tasawwuq ar-raqami. Va yana shunga qo'shimcha raqamli bozor eshiklarini ham ochadi. Al-amru allazi yuwaffiru al-mazida min furasil amal. Va ushbu ish qo'shimcha ish imkoniyatlarini taqdim etadi. Uchinchi muammo at-taghayyurul manaxiy, ya'ni taghayyur o'zgarish bo'lsa, manaxiy iqlim o'zgarishligi. طورت التكنولوجيا وحسنت من طرق توليد الطاقة وتقليل انبعاثات الوقود وتوفير استخدام الماء والكهرباء عند الناس. Texnologiya rivojlandi va elektr energiyasini hosil qilishlik oson bo'ldi. Va yoqilg'ilarni yoqish ozaydi. Suv ishlatishlik hosil bo'ldi va insonlarga elektrni hamda suvni ta'minlashlik yana ham texnologiya orqali oson bo'ldi. To'rtinchi muammo an-naql, ya'ni ko'chish. Tuqaddimu as-sayyaratul kahrobaiya hallan li mushkilati at-talawuth al-hawaiy. Ya'ni elektron mashinalar, ya'ni elektrokarlar havo ifloslanish muammosiga yechim taqdim etdi. ويمكن لبرامج الخرائط مراقبة حركات السيارة والمرور للحد من الازدحام والتلوث. ويانا telefonimizdagi GPS orqali, xarita navigatorlar orqali mashinalarning harakatini kuzatishlik mumkin bo'ladi. Mashina va odamlarning harakatini va shu orqali yo'ldagi tiqilinchliklar va havoning iflosligini belgilasa ham bo'ladi. Ya'ni bu yo'ldan yursa bo'ladi, yursa bo'lmaydi ma'nosida. Beshinchisi al-ighothatu fi halatil kawathir. Ya'ni tabiiy ofatlar paytida birinchi yordam berishlik. توفر التكنولوجيا طرقا جديدة وأكثر فاعلية للتعامل مع آثار الكارثة. Texnologiya yangi yo'llarni taqdim etadi. Favqulodda vaziyatlar paytida ish beradigan ko'proq foydali bir necha yo'llarni taqdim etdi. فيمكن استخدام طائرة دون طيار لإسقاط المساعدات للمحتاجين في مناطق المنكوبة. Ya'ni shunaqangi favqulodda vaziyatli hududlarda yordamga muhtojlar uchun uchuvchisiz bespilotnik samolyot deydimi, uchuvchisiz samolyotlar orqali yordamlarni taqdim qilishlik mumkin bo'ladi. Va yumkinu lit-tatbiqatil mahmula an tusaida khadamat at-tawari'i fil istijabat bi sur'atin akbar fa'aliyatan min khilal tawfir al-ma'lumat al-muhimma bi sur'a. Va yana telefondagi oddiy dasturlar, ya'ni prilojenelar orqali favqulodda vaziyat birinchi xizmatlarini taqdim qilishlik mumkin va tezroq javob berishlik mumkin bo'ladi va muhim ma'lumotlarni bir tezda qo'lga kiritishlik mumkin bo'ladi. Shu bugungi dars deganmiz.